Aziz o'rtoqlar, bugun 13 avgust. Jannatdan bir qasr deb qurilayotgan navbatdagi uyimizni kecha ko'rdinglar. Lombazlarini bosib bo'ldik. Mana Xudo xohlasa uyda ichki qismini shuvoqini qilishni boshladik. Loy suvoq qilyapmiz. Oy negatiflar, bir narsalar deb tashlamaysizlar. O shlaka blokdan bo'lgani bilan loy suvoq qilinyapti, uy issiqqina zakonni bilan. Qalingina qilinyapti, ustaga. Mana shu olmakamiz duo qo'yasizlar, bitta qarab qo'ying. Yashagani. Mana shu olmakamiz loy suvoqlarni qilib beryapti. Siz biz bilan birga bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab turgan saxiy, mehribon insonlarimizga kattakon rahmat deb qolamiz. Boringizga ham shukr. Xudo xohlasa siz bilan, aynan siz bilan birgalikda mana shu navbatdagi jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimizni ham birgalikda bitkazib egalariga tantanali ravishda topshirib ketamiz. Boringizga ham shukr, sizlarni yaxshi ko'raman.